Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Nurota tumanida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'tsam. Bugungi kunda Nurota tumanida umumiy 21640 ta iste'molchilarimiz mavjud bo'lib, shundan 20323 tasi aholi xonadonlari, 1318 ta ulgurji iste'molchilarimiz mavjud. Ularni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlab kelinmoqda. Bugungi kunda energetika sohasidagi o'zgarishlar hukumat va jamoatchilik diqqat markazida tizimda har yili quvvati oshirilib, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi izchil o'smoqda. Shu maqsadda 2024-yil 16-aprelda Vazirlar Mahkamasining yoqilgan energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga muvofiq aholi uchun elektr energiyasi hamda tabiiy gaz iste'molchilarining iste'molining bazaviy me'yorlari tasdiqlandi. Amaldagi tariflar aholini energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, unga ko'ra bu muntazam elektr energiyasi o'sishlarini oldini olish hamda iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasi manbai bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Holbuki kundan kunga elektr energiyasi talab tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda aholini elektr ta'minoti bilan uzluksiz ta'minlashda bor imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda tejamkor va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish davr talab bo'lib qolmoqda. Shu jumladan quyosh panellari o'rnatish ishlari jadal olib borilmoqda. 2025-yilda jami 4.5 megawatt quyosh panellari o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, shundan joriy yilning birinchi choragida jami 3 megawatt quyosh panellari o'rnatilishi ta'minlandi. Shundan 2.2 megawatt ijtimoiy sohada, 500 kilowatt esa yuridik iste'molchilarga, 320 kilowatt esa aholi xonadonlariga to'g'ri kelmoqda. Quyosh panellari xavfsiz, tejamkor, atrof muhit uchun bezarar, har tomonlama qulay energiya manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, quyosh kollektorlaridan ham hozirgi zamon talabiga javob berib, quyosh kollektoridan suvni isitish uchun ancha yuqori bo'lgan texnologiya hisoblanadi. Ular maishiy va sanoat maqsadlarida suvni isitish uchun energiyadan samarali foydalanish imkonini beradi. Nurota tumanidagi jami 31 ta mahallalarda tuman prokuraturasi va elektr ta'minot korxonasi xodimlari ishtirokida 2-3 yil mobaynida aholi va tadbirkorlar ishtirokida energiya tejovchi texnologiyalarning afzalliklari to'g'risida seminar yig'ilishlari va tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Seminar yig'ilishlarida mas'ul xodimlar tomonidan energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirishga xizmat qilinishi to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Seminar yig'ilishlarida energiya tejovchi texnologiyalar to'g'risidagi tushuntirish ishlari olib borilgandan so'ng aholi va tadbirkorlar o'rtasida ushbu texnologiyalarga qiziqish kundan kun ortib bormoqda. Bugungi kunda hatto fuqarolar xonadonlarga qayta tiklanuvchi manbalardan o'rnatilib, bundan daromad qiluvchi fuqarolar soni kun sayin oshib bormoqda. Va davlat tomonidan ham o'z iste'molidan ortgan elektr energiya uchun subsidiya to'lovlari o'z vaqtida to'lab berilmoqda. Qisqacha ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.